Telefoningiz ekraniga mana shunaqa qo'lingiz teganda jonlanib ketadigan aboy qo'ysa bo'lishini bilarmidingiz? Hozir men sizga shu narsani o'rgatib qo'yaman, ancha sizga manfaatli bo'ladi. Bu narsa sizning akkumulyator zaryadkasini umuman yemaydi. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoga tez like bosib, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir sizlarga shunaqa jonli aboyni tekinga o'rnatishni o'rgatib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu jonli aboyni o'rnatish uchun sizlarga bir dona ilova kerak bo'ladi. Ilovani qayerdan olishinglarni videoni oxirida aytib o'taman. Ilovani yuklab olib ichiga kirasizlar, ham o'ng tarafdagi 3 ta chiziqchaga bosasizlar. Keyin mana shu oyna ochiladi. Bu yerdan ustanavit kak aboyga bosasizlar deb mana shu joyga bosib fonni aboylarga o'rnatib olsanglar, sizlarda ham xuddi shunaqa ajoyib tarzda aboylar paydo bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun Telegramdan ilova Xuzbot botini topishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa yozasiz, birinchi chiqqaniga kirasiz. Agar botni topishga qiynalsangiz, kommentariyada telefoningizni modelini yozib keting. Men sizga o'zim mana shu botimizni silkasini direktdan tashlab beraman. Botga kirasiz, boshlash tugmachasini bosasiz. Bu yerda ham skripkani yonidagi to'rtburchaga bosamiz, Enterga o'tamiz, keyingi qatorga bosamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, jonli fon joy bor. Xuddi shu joyga bosib, bemalol ilovani yuklab ishlatsanglar bo'ladi. Hoziroq yuklab olinglar. Videoni hoziroq barcha yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Aniq sizlarga boshqa odam bunaqa foydali narsalarni o'rgatmagan bo'lardi. Shuning uchun profilimga o'tib, bundan da kerakli va qiziqarli videolarni ko'ringlar. Meni istoriyamni kuzatib boringlar.